Assalomu alaykum. Navbatdagi kir yuvish mashinamiz, avtomat kir yuvish mashinamizni ishxonamizga olib kelganmiz. Hop, Samsung firmasiga tegishli EcoBubble 6 kilogrammlik kir yuvish mashinamiz. Hop, nima aniqlandi, nima ishlamayotgandi va nima aniqlandi tekshirganimizda, hop, suv tortmayotgan ekan. Keyin aniqlaganimizda nasos qismi ishdan chiqqan va tenini ham tekshirganimizda suv isitish tenini u ham ishdan chiqqan ekan. Hozir bunga yangi nasos va ten qo'ydik. Hozir ishlash rejimini tezlab tekshiryapmiz. Xudo xolasa ishlashlari yaxshi. Ajima holatida hozir 23 daqiqa qoldi tugashiga. Hozir yaxshi ishlayapti. Aylanishlari. Xudo xolasa tugagandan keyin egalariga topshiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 24/7 xizmatdamiz.